Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan Adim Expert bovasini tez va oson ko'chirib olish yo'lini ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz yuqoridagi saytga terib kirib olsak, bizga yuqori qismida Adim Expert skачать na Android yozuvi chiqadi. Shuni bosib ko'chirib olishimiz mumkin. Ilova yuklanyapti. Ozgina kutib turish kerak bo'ladi. Bu eng so'nggi ilova hisoblanib, barcha o'zgarishlar, yangiliklar ichiga olgan hisoblanadi. Mana ko'rib turganingizdek, ilova 69,127 megabaytni tashkil qilib, ilova hozir ko'chirib olinyapti. Mana ilova ham ko'chirib olinishiga oz megabaytlar qoldi. To'liq ko'chirib olingandan so'ng bizga ilovani o'rnatish uchun ruxsat beriladi. Ilova to'liq ko'chirib olindi. Endi buning ustiga bosib bemalol o'rnatib olishimiz mumkin. Bu yerda bizga ilovani o'rnatishga ruxsat berishimiz kerak bo'ladi. Uстановить tugmasi orqali ilovani bemalol o'rnatib olishimiz mumkin. Ilova o'rnatildi. Открыть tugmasini bosib, ko'rib turganingizdek, ilova o'rnatilganini ko'rishimiz mumkin. Keyingi videolarimizda kuzatib boring. Like va kommentariy yozishni unutmang.